komment kelibdimi? Ko'rdik, Loropianoni zo'r skidka qilib berdinglar. Endi bitta Nike'dan bo'lsin, 150 qo'yib yuboring, qo'lingizdan kelsa. Qo'lingizdan kelsa, Nike 150 ming so'm. O'rtoqlar, Nike'ga qo'shib Adidas'ni ham qo'yib yuboraman. 150, 99 deb o'tirmayman. 89 ham demasdan sirrazi aytaman, 69 mingga mana shu Nike krossovkalarimizni qo'yib yubormoqchiman. Mana turishini qaranglar. Ranglarni qaranglar, har xil assortiment olib kirib qo'yganman. Ko'rdik, qo'lingizdan kelsa, bunaqa komment yozmanglar menga. Men vapshib narxlarni pastlatib yuboraman agar bor, brendli mana shunaqa Nike krossovkalarimizni 69 mingdan qo'yib yuborsam, olib ketasizlarmi? Unga qo'shib mana bu model Adidas modelini ham qo'yib yuborsamchi, 69 mingdan olib ketaverasizlarmi? Olib ketaveringlar endi. Mana ko'ryapsizlarmi qanaqa neobычный model orqalari, skromniligini qaranglar. Uje bu yog'i bahor kelyapti, mazza qilib kiyasizlar. Ham krossovka sezon, bilasizlar, biz har doim sezonoviy narsalarni skidka qilib qo'yamiz. Mana shu brendli bo'lgan krossovkalarimizni endi sizlar 69 ming so'mga aynan o'sha komment uchun olib ketsanglar bo'ladi. O'sha komment yozgan odamga bitta rahmat deb qo'yasizlar-da, yana kommentda nimalarni skidka qilishimni yozib qoldirasizlar o'rtoqlar. Mana shu har xil brendli krossovkalarimiz. Xohlasanglar bu skidkamizni kelib olib ketinglar, kelib olib ketsanglar, New Choice deb chiqadi. Yandeksda ham, navigatorda ham, Sergelida joylashganmiz. Xohlasanglar 12 ta viloyatga dostavka xizmatlarimiz ishlaydi, pochta orqali chiqarib beramiz. Razmerlari 36 dan 40 gacha. Bemalol mana shunaqa ranglardan olib ketsanglar bo'ladi. Shoshilinglar.